Assalamu alaykum hörmətli dostlar, mənglarni kimi şoqunlar xeyirlik bolsun. Telefonga app etiş dərslikimizningki yangi qismiga xush kelibsizlar. Bugünkü dərsimizdə bolsa, aldınqı dərsimizdə sözləb ötgan app inventorda app yasashninki davomini sözləb ötdüm. Aldınqı dərsimizdə biz oddiy bir muzika appdan birini yasashga boshlagan edik və shu dərsimizdə muzika appninki ko'rinma yuzini loyilab chiqdik və muzikadan birini qo'yishni sinab o'tdik. Bugünkü dərsimizdə bolsa şu dərsimizniki davamını qılıb, muzika appimizni texmi ilg'orlashtirib chiqamiz. Undaqda dərsimizga boshlab ketaylik. Biz oldingi dərsimizdə yasmoqchi bo'lgan appninki ko'rinma yuzini loyilab chiqqan. Qaraydigan bo'lsak, bu appda biz oldingi dərsimizdə mavi knopkalarninki loyilashida sal masala botdi. Men buni darsdan burun o'nglab chiqdim. Buningda o'zgartganim, buningki egizligiga 10, kengligiga 20 berdim. Qolgan yerdə o'zgartish yo'q. Buningki mavi table arrangementga qaraydigan bo'lsak, bu egizligi 15, kengligi fill horizontalda, egizligi va kengligi fill. Bu mushu appninki loyihalashdagi ishlatgan o'lchamlar. Biz oldingi darsimizda mavi kodni loyilab chiqqan edik. Buningda hech qanday programma tili bilan yozmadik, faqat shakllarni tortib eklish orqali oddiy bir muzikani qo'yishni sinab chiqdik va muzikamiz qo'yildi. Undaqda bugun biz mushu appninki davomini qilaylik. Undaqda avval men mavi narsalarni o'chirib o'tay, chunki bu bizga endi lozimi yo'q. Biz texmi ilg'or holatda bu appni yasab chiqamiz. Biz appda bir qancha muzik ishlatganligimiz uchun men mushu muzikalarni bir qutiga saqlashim kerak. U qutiga saqlash uchun variables kirib, variablesdan initialize global deganni tanlayman. Buningga tanlab, men bu yerga bu qutininki ismini beraman. İsmini tizimlik deb berdim. Biz mushu butun naqshlarni mushu tizimlik degan bir qutining ichiga saqlaymiz. Buni oddiylashtirib etgan vaqtida shunday bo'ldi. Tizimlik bo'lgandan keyin men mushu tizimlikka butun naqshlarimni kirgizishim kerak. Buni qilish uchun biz listga kirib, listdan maker list deganni ishlatamiz. Buningda biz ko'plagan naqshlarni mushu listga ekranlaymiz. Bu Java va yoki boshqa program tillaridagi array yoki list deganga o'xshab ketadi. Buning ichidan men textga kelib, textdan mushu listga berdigan naqshlarninki ismliklarini yozaman. Buningga yana birini qilay. Yana qilib, yaningga yana bir tal itemdan birini eklay. 3 tal naqsha bo'ldi. Bunun eklib, bununla mushu naqshlarninki ismligini beraman. Biz naqshlarimizni dizaynerning ichidagi faylga qo'shib olgandik. Upload fayl qilish orqali men naqshlarni qo'shib qo'ygan. Buningda qaraydigan bo'lsak, Oma naqshisi, Seyg'in Evray, Tang sabasi qatorliq 3 tal naqshi bor ekan. Men mushu 3 naqshining ismini bayonqi listga kirgizay. Qaraydigan bo'lsak, men shu 3 naqshining ismligini maker list deganning ichiga kirgizib qildim. Bu yerdan designers qaraydigan bo'lsak, designersda Oma naqshisi, Seyg'in Evray, Tang sabasi. Oma naqshisi, Seyg'in Evray, Tang sabasi qatorliq 3 naqshini bu yerga kirgizdim. 3 naqshini men bu yerga kirgizdim. Endi men bularga bir nomer beray, ya'ni mushu naqsha qanchinchi o'rindan boshlab boshlandi deganni. Buningda biz yana variables kirib, initialize global deganga index deb kirgizma, index qilib buningga qimmat berma. Qimmati matematikal qimmat bo'lganligi uchun mask kirib, bu yerdan qilma va bu qimmat 1 dan boshlandi. Qaraydigan bo'lsak, bizningki naqsh tizimligimiz tayyor bo'ldi.
Anandan keyin naqshiga berdigan sallar, ya'ni birinchi naqsha, ikkinchi naqsha, uchinchi naqsha degan naqshiniki tizimligi niki soni tayyor bo'ldi. Men endi bu yerdan play deganga kirib, mushu play ya'ni qo'yish knopkasi besilgan chog'da nima ish qildiganligimizni mishada qilib o'taman. Men mushu play degan knopkani bosgan chog'da bu naqsh tizimligining qanchinchisidan boshlanganligini qilman. Buning uchun variables kirib, variablesdan set qilaman. Set qilib, setda mushu indeksni, bayamqi indeksiga biz birinchi indeksdan boshlanganini qilamiz. Shunga birini qilib, bu yerga mushu indeksni, ya'ni boshlanish sonini 1 qildim. Endi bu 1 bo'lgandan keyin nima ish qildi degan vaqtida playerdan qaraydigan bo'lsak, playerda biz mushu set player 1 deganga player 1ninki source, ya'ni manbasiga endi biz mushu qimmatini beramiz. Endi bu qimmatni nereden alamiz deganda, bu yerdagi listdan alamiz. Shuningga biz listga kirib, listdan qimmat oldigan ya'ni topaylik. Bunun ichiga qimmat oldigan yerda select list item list deydigan bir yer bor. Select item list mushu ne tanlaymiz. Bergandan select list item list deydi. Ya'ni bu qayerdan oldiganligini beramiz. Buningga biz variablesdan get ne besib, getdan nimdan tanlaymiz. Bizning naqshlarimiz mau global tizimlik deganning ichida bu yerdan tizimligini olamiz. Anandan keyin buningga indeksning qimmatini nereden alamiz degan vaqtida mushu indeksniki miyadagi indeks degan qimmatdan olamiz. Bu qimmatni ap bo'lgandan keyin biz nima ish qilamiz? Endi mushu playerni qo'yg'ishni boshlatamiz. Ya'ni call player 1 start deganni mushuning ichiga ekilamiz. Qaraydigan bo'lsak, bizningki playerimiz boshlandi. Ya'ni play degan knopkani bosgan vaqtida bizga mushu indeksni 1dan boshlaydigan qildi. Anandan keyin buningki qo'yg'ishninki manbasini listdan oldi. U list qayerdan oldi? Ya'ni tizimlik degan listning ichidagi indeks 1dan. Ya'ni bu 1dan boshlanganligi uchun birinchi indeksni oldi. Shunday qilib birinchi muzikani oladi. Birinchi muzik olgandan keyin bu qo'yildi. Endi biz buni nima ish qilamiz? Buni next, ya'ni keyingisiga ekelgan chog'da keyingisidan biz when next click deganni, ya'ni next degan knopka besilgan chog'da nima ish qildiganligini tanlaymiz. Endi bu keyingisi qanday bo'ldi degan chog'da keyingisiniki qimmatini set 1 qilamiz. Ya'ni mushu indeksninki qimmatiga biz shu birinchi qimmatninki, ya'ni qo'yilayotgan naqshidan keyingi naqshini, ya'ni bir keyingi naqshini qo'yamiz. Buningga biz mask kirib, maskdan mau ne basimiz. Endi buningki hozirgi qimmati qandaqdi? Bu hozirgi qimmati miyadan get, ya'ni mushu indeksninki hozirgi miyadagi indeksning qimmatiga nimni qo'shib beramiz? 1ni qo'shib beramiz. Chunki 1 keyingisi bo'lganligi uchun 1ni qo'shib bersak, keyingisi chiqadi. Qaraydigan bo'lsak, 1 keyingisi chiqdi. Endi biz buni bir tekshiramiz. Endi bu oxirqisimi emasmi degandek bir tekshirish ep boramiz. Bu tekshirishni nereden ep boramiz deganda control kirib, controldan deymizki, agar mushu hozirgi indeks hamda keyingi indeksga teng bo'lib qolsa yoki cho'ng bo'lib qolsa, ya'ni mushu hozirgi indeks keyingi indeksdan kichik yoki teng bo'lib qolsa, biz muzikani qo'ygan. Bo'lmay qolsa, bu muzikaga bir
muzika yo'q deydigan bir nim belgen degandek bir narsa qilsak bo'ldi. Biz bununla if then else deganni ishlasak bo'ldi. If then else qilamiz. If yani bununla ham bir şartdan birini qo'shimiz. Bu şartga nim deb qo'ysak bo'ldi degan chog'da cho'ng kichiklik ne biz bu yerdan qaraydigan bo'lsak, cho'ng kichik ninkini biz maningdan qilib qaraydigan bo'lsak, cho'ng kichik tang degandek shartlik belgisi bu yerda bor ekan. Biz buningga kichik yoki cho'ng yoki tang deganni qilamiz. Endi buningki qimmatiga nim beramiz degan vaqtida variablesninki get index global indexni beramiz. Global indexi ne? Mushu naqshininki hamda tizimligiga tangmi yoki cho'ngmi deganni tekshiramiz. Bu cho'ng yoki tang ma'ni tanladik. Qilgandan keyin hamda biz listninki uzunligini topamiz. Length of the list deganni qilib, buningki listi mushu tizimlik bizningki mushu bayamqi tizimligimizninki cho'ng kichikligi bilan selishtiramiz. Ya'ni get ning akilib bu yerdan tizimlik qilamiz. Ya'ni mushu tizimlikninki cho'ngligi ma'u hozirgi indeksga tangmi yoki cho'ngmi? Ya'ni masalan 5 hozirgi bizning indeksimiz qo'yilayotgan muzika birinchi muzika bo'lib qolsa, mushu muzika qancha tal muzika bor? Ya'ni 5 tal muzika bo'lsa, 5 birdan cho'ng bo'lganlik uchun keyingisiga o'talaydi. Agar 5 dan ya'ni hozirgi qo'yilayotgan muzikaninki soni masalan 5-muzika qo'yayotgan bo'lsa, bu 6-si bo'lib qolsa, bu muzika yo'q degan gap. Şuna bunu qo'yolmaydi. Endi agar mushunda bo'lib qolsa nima ish qilamiz degan chog'da biz muzikani qo'yamiz. Bu muzikani playerdan nima ish qilamiz? Playerdan bayamqi muzikaninki set resursini qilamiz. Ya'ni mushu muzika qo'yg'ishninki manbasiga endi biz bayamqi naqshi va tizimlikdan akilamiz. Bu miyadagi ma'no bilan o'xshash. Buni list select item list deganni tanlaymiz. Qilib bu listni qayerdan olamiz? Valuesninki get qilib tizimlik, ya'ni naqsh tizimligidan olamiz. Indeksini nereden olamiz? Indeksdan ilib qo'yamiz. Bu indeksdan olib qo'ydik. Agar bunda bo'lmay qolsa qanday qilamiz degan vaqtida biz buningga bir alert bersak bo'ldi. Bu alertni qayerdan qilamiz degan vaqtida bu yerdan qaraydigan bo'lsak, bizga lozimliq notifier deganni ishlasak bo'ldi. Ishlatib notifier deganni qo'shdik. Qo'shgandan keyin biz shu notifierga bir tal nimdan birini featuredan birini bersak bo'ldi. Bu notifierning show alert notice deganni qilib, agar mushu tizimlikdan jiq bo'lib ketib qolamiz, ya'ni bizning qo'yayotgan naqshimiz keyingisi, ya'ni mushu naqsh tizimlikdan cho'ng bo'lib ketib qolsa, bu naqshi yo'q degan gap. Bu yerga cho'qim biz bir eskartishdan birini berishimiz kerak. Buni bu yerdan textga berib, textga xat yozsak bo'ldi. Muzika qutisidagi muzika tugdi deb yozib qo'yibdim. Endi bu qo'yish knopkasi next degan knopka bitdi. Endi biz stopni qilamiz. Stopni bosib, o'sha stop besilgan chog'da nima ish qilganligimizni ep boramiz. Stop besilgan chog'da nima ish qildi degan vaqtida playerdagi naqsha to'xtaydi. Call player 1 stop, ya'ni mush muzika to'xtasin deganni bossak bo'ldi.
Bu to'xtatishninki ishi. Hamda bizning keyingi ishimiz nima degan chaqda pause degan knopka bosilgan chaqda muzika vaqtli to'xtatish kerak. Buni pause kirib, pausedan pause knopkasi bosilgan chaqda qiladigan ish deganni qilamiz. Buni bosgandan keyin player kirib, playerdan pause ninki o'sha click call player 1 pause, ya'ni player 1dagi pause'ni chaqirgan deganni qilamiz. Hozir biz nima ishni qildik? Qo'yishni qildik, keyingisini qo'ydik, to'xtatdik, biroq vaqtli to'xtatdik, biroq ham to'xtatdik. Endi keyingi ishimiz oldingi mozik. Endi bu yerdan previous'ni bosdik. Previous'ni bosgandan keyin biz previous'ga nima ish qilamiz? Endi o'ylab boqaylik, previous'da qaysi mashg'ulotlarni qilamiz? Previous'da yana biz bir tekshirishdan birini qilishimiz kerak. Mushu naqshininki uzunligi bizning mush indeksimizdan cho'qim cho'ng bo'lishi kerak. Ya'ni biz eng boshdan birinchi naqshga keldik. Birinchi naqshdan oldingi naqshini qo'yamiz desak, bu xatolik berdi. Chunki eng birdanmi oldidagi naqshi yo'q bo'lganligi uchun biz mushu naqshiniki birinchi naqshi bu emasmi, shuni tekshiramiz. Buni tekshirish uchun yana control kirib, controldan mushu if nimasini ishlatamiz. If then else yani ishlatamiz. Buni ishlatgandan keyin hamda biz yana bir matematikalik ifodalashdan birini qilamiz. Ya'ni cho'ng kichikligini tekshiramiz. Mask kirib, maskdan ma'ni tanladik. Hamda bu cho'qim ma'ni tanlagandan keyin hamda buningda o'sha indeksini tanlaymiz. Indeksiga get one indeksini qilib, indeksi cho'qim ma'vu tizimlikdan cho'ngmi yoki tangmi shuni tekshiramiz. Buningga biz get qilib bu yerdan get tizimliknikini tanlaymiz. Endi biz buni qilgandan keyin nima ish qilamiz? Ya'ni bu nima degan gap degan chaqda, masalan, miyaga 1 bo'lsa, ya'ni 1 bu cho'qim o'sha tizimlikninki uzunligi bilan selishtirmizda endi. Selishtirib agar deymizki ma'vu mozikininki nimasi uzunligi cho'qim mushuningdan cho'ng bo'lishi kerak. Bo'lmasa biz xatolik berdi. Hozir biz masalan 0-chi mozikadanmi bakrak mozika qo'yamiz desak, cho'qim bizga xatolik berish kerak. Shuningga biz notifier kirib, notifierdan show alert deganni tanlaymiz. Tanlab buningga deymizki, bu siz birinchi mozikadanmi oldidagi mozikani qo'ya olmaysiz deb biz buningga bir eskartishdan beramiz. Siz birinchi mozika qo'yilyapti deb yozsak bo'ldi. Bu yoki siz boshqa narsalarni qo'ysangiz bo'ladi. Endi agar bunda bo'lmasa qanday qilamiz degan chaqda, ya'ni play kirib, playerdan set source'ini bekitamiz. Set resource'ini bekitib, bu resource'ning hamda qiymatini listning ichidan olamiz. Ya'ni select list itemni ekilib, buningki qiymatini nereden olamiz deganda variables get qilib naqshinimizni tizimlikdagi yerdan olamiz. Endi indeksni nereden olamiz degan vaqtida indeksni boyangi indeksdan olamiz. Indeksdan oldik va hamda nima ish qilamiz? Qilib bo'lgandan keyin mozikamizni start qilamiz. Start qildik. Endi qana bir ma'nus baqilay, balkim logikalik xatoliklar bo'lishi mumkin. Shuningga biz buni qo'yish orqali logikalik xatolik bo'lsa o'zgarsak bo'ldi. Connect kirib, connectdan emulatorni besib, qaraydigan bo'lsak bizningki app ochildi. Ochilgandan keyin biz qo'yish knopkasini besib baqilay. Unable to load olma deydi. Naqshida qaraganda xatolik bor ekan. Naqshiniki ismi qarab baqilay. Olma naqshisi
Bu yerda chekit mp3 bo'lmaganligi uchun xatolik bergan bo'lishi mumkin. Buni qaytadan mangus baqili, reset qilib, emulatorni qaytadan qo'zg'ataylik. Qaraydigan bo'lsak, mana muzikamiz qo'yildi. Demak, bu muzikaningki ismida xatolik bor ekan. Bu o'rinni space qilib mana o'chirib qilib boqay. Hozir mana muzikamiz qo'yildi. Biz boqay. Mana birinchi muzikamiz qo'yildi. Seven Every degan muzik qo'yildi. Mau pause knuksidi. Mau pause knuksi stop. Keyingisi oldinqisi qo'yishundami? Muzikani qo'yaylik. Muzikamiz qo'yilyotidi. Mana stopni besib muzikani bir aqlam to'xtatib qaytadan qo'ydim. Keyingisini bosdim. Keyingisini bassam, keyingisi o'tmadi. Qo'yay. To'xtatishi hozir stop pause hamisi ishildi. Keyingisi next degani ishlamadi. Nextga qarab baqsaq bo'lg'udak. Qaraganda bizniki shu naqshiningki ismida xatolik bor ekan. Naqshini qaytadan yo'llab baqay, delete qilib qaytadan yo'llay. Qaraydigan bo'lsak, mana o'mi naqsini qaytadan qo'shdim. Endi block script o'mi naqsi tansabasi degan ma'noning o'rnini almashtirib baqay va ismi hozir chataq bo'yatdi. Endi biz nextga qaraydigan bo'lsak, nextda indeksini bekitimiz. Indeksi hozirqininkiga birsi qo'shilishi kerak. Endi birsi qo'shilgandan keyin agar mushu masalan hozirgi birinchi naqsha bo'lsa, birni qo'shdik, ikkinchi naqsha mushu global tizimlik, ya'ni mushu tizimligi cho'qim shu 2dan cho'ngmi yoki kichikmi yoki tangmi shuni tekshirdi. Ya'ni naqsh tizimligi 5, hozirgi naqshisi 2 bo'lsa, ya'ni to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Cho'qim bizniki qo'yayotgan muzikaning soni jami muzikaning sonidan kichik bo'lishi yoki tang bo'lishi kerak, bo'lmasa xatolik bo'ldi. Shuna bizniki jami muzikaning soni cho'ng bo'lganligi uchun hozirgidan muzika qo'ya olish kerak. Qo'ygan vaqtida source'ga mushu indeksdagi tizimlikni oladi, ya'ni naqshidan elib indeksiga biz mayam qo'yib bergan global index hozir 2 bo'lganligi uchun ikkinchi naqshini qo'ydi. Agar unda bo'lmay qolsa, ya'ni mushu muzikaning soni jami muzikaning sonidan cho'ngib ketib qolsa, muzika qutisi tugdi deb bizga eskartish berdi. Endi o previousga qarab baqsak, previouснingkisi cho'qim bir hozirgi naqsha tizimligi bu jami naqsh tizimligidan cho'ng yoki tang bo'lishi kerak. Unda bo'lmay qolsa, bizga xatolik berdi. Agar shunda bo'lib qolsa, mushu birninki tizimligiga global tizimlikdagi naqshini qo'ydi. Endi bu previouснingkida miyada sal xatolik bor qildi. Indeksiga nima ish qilamiz? Hozirgi indeksdan birini elib etamiz, shundami? Buni matematikalik indan elishni aklab, elishdan nima ish qilma? Mushu hozirgi indeksdan birini elib etma. Get indexdan matematiklikdan, ya'ni birini elib etma. Masalan, bizniki hozir qo'yayotgan naqshimiz 4-naqsha bo'lib qolsa, yo 3-naqsha, 3-naqshadan birini elib etib, ikkinchi naqshini qanday qildi? Qo'yib berdi. Bu
Şunda bo'ldi. Endi buni qayta qo'zg'atib baqilay. Qaraydigan bo'lsak, app ochildi. Endi muzikani qo'yib baqilay. Muzikimizni qo'yildi. Keyingisi qaraydigan bo'lsak, muzikamiz qo'yilmadi. Hozirgi indeksi shu naqshiningki jami uzunligi teng yoki kichik bo'lib qolsa muzikani qo'ygan. Mana bunda baqilay bo'lmasa mani da qildik. Qilgandan keyin indeksi naqsha cho'qim hozirgi indeksi teng yoki cho'ng bo'lishi kerak. Uzunligi naqshiningki uzunligi hozirgi indeksga teng yoki cho'ng bo'lishi kerak dedik. Bu degandan keyin naqshiningki playerninki source'ga shu tizimlikdagi indeksni ekilmiz. Bo'lmasa muzika qutisiga naqsh tugdi deymiz. Agar keyingisida hozirgi indeksi global tizimlikninki indeksiga teng yoki kichik bo'lib qolsa, qani bir yana ma'lum baqilay, asli ishlash kerak bu. Qarindoshlar, men bir bug'dan birini topdim. Bu yerda naqshni qilib bo'lgandan keyin muzikani start qilmabdiman. Start. Cho'qim qilib bo'lgandan keyin muzikani boshlashimiz kerak-ku. Shunga startni unutib qolibdi-ba. Endi qaytadan ish baqilay. Mana birinchi muzikamiz qo'yildi. Qo'yaylik. Muzikamiz hozir qo'yildi. Keyingisini biz baqay. Keyingi muzikamiz qo'yildi mana. Bir keyingisini qo'yib baqay. Mana keyingisini qo'yildi. Endi keyingisini biz baqay. Qaraydigan bo'lsak, mana muzika qutisiga muzika tugdi deydi. Keyingisi ochilmadi. Endi bir oldidagini qo'yib baqay. Hozir mana keyingisiga normal o'tyapti-da. Muzikani qo'yib baqay. Qaraydigan bo'lsak, hozir keyingisi normal nem qilyapti. Next degani normal ishildi. Endi bizningki masala hozir mana previous degan, ya'ni bir oldidagisi ekan. Şu an bu oldidagisidagi logikalik xatoliklar bo'lishi mumkin. Buni bir tekshirib ko'raylik. Oldida bu yerda xatolik bor o'xshaydi. Mana cho'qim teng emas, cho'ng bo'lishi kerak. Chunki birinchi muzikani qo'ya olish kerak. Shuningga bu mana teng ham cho'ng yoki teng emas, cho'ngni ham qilamiz. Mana bo'ldi. Manada qildik. Globalga ma'ni berdik. Bo'lib qolsa, manda bo'lmay qolsa, mana. Bu yerda xatolik bor ekan. Mana global indeksi bu yerda lensi bo'lishi kerakdi. Buningda xatolik yuz beribdi. Bu yerda lens of the list nadan get qilib mushu tizimlikdan qildik. Lens of the list mushu listningki tizimligi, ya'ni uzunligi bilan hozirgi indeksini selishtiramiz. Bu yerda xatolik yuz beribdi. Qaytadan qo'zg'atilay.
Mozikimiz koyuldu. Keyingisini bastık. Koyuldu. Bir aldırgın basaylı. Mana bir aldırgısını koyuldu. Keyingisini bastım. Bir aldırgısını bastım. Bir aldırgısını bastım. Mana bu normal işildi. Mozaik kutusidagi mozaik tugdi dedi. Mana biz appni yasab chiqdik, bitdi. Endi buningda har xil xatoliklar bor. Masalan, mau qo'yilgan vaqtida ma icon ma'noga o'zgarish kerak. Anandan keyin to'xtatgan vaqtida miyadagi iconlar o'zgarish kerak degandek. Shuni sizlar o'zinglar bir o'zgartib azroq bir ishlatib ideyalarni o'ylab qilib boqsanglar bo'ldi. Aniki miyadagi screen burn degandan keyin qanday o'zgartimiz degan vaqtida bu yerda designer kirib screen burn qilib miyadan screen burnning tekstiga uyg'urcha muzika qo'yg'ush deb o'zgartib anandan keyin qaytadan qo'zg'atay. Qaraydigan bo'lsak, mana biz bayam o'zgartgan uyg'urcha muzika qo'yg'ush degan o'zgardi. Knopkalarimiz normal ishlayotdi. Muzikamiz qo'yildi. Muzikamiz qo'yilmoqchi. Bir keyingisini qildim. Bir oldingisini qo'ydim. Mana muzikamiz normal qo'yildi. To'xtatish hamma knopkalar normal ishlayotdi. Mana biz muvaffaqiyatli holda bir tal Android uyg'urcha muzika qo'yg'ish appni yasab chiqdik. Bu yerda birinchi soatimizda biz ko'rinma yuzini qilib o'tgan va qo'yish knopkasini besishni o'rgangan edik. Bugungi soatimizda bo'lsa biz birinchi soatda mavi bloklarni ishlatib tizimlik qilish, qo'yishni, keyingisi, oldingisi to'xtatish va keyingi va oldidagi matematikalik, logikalik usullarni qo'llanib buni qilib chiqdik. Qilish jarayonida ba'zi bir logikalik xatoliklar yuz berdi, buni o'ngshidik va o'ngshab chiqqan bizniki app normal ishildi. Bugungi darsimizda shuni o'rganib o'tdik. Endi biz bularni o'rganib o'tgandan keyin haqiqiy sifatda bir Android app yasab chiqsak bo'ldi. Endi Android app yasash uchun biz Java yoki Kotlin va yoki boshqa program tillarini ishlatib shu orqali qilamiz. Endi bizning bu darsimiz app yasash haqidagi dastlabki savod bo'lganligi uchun biz maxsus app yasash darsligini hozircha o'tmaymiz. Bizningki o'tish planimiz yo'q. Agar o'rganmoqchi bo'lsangiz, siz YouTube kanalda kompyuter va turmush degan bir YouTube kanal bor. Shu YouTube kanal kirib, shu YouTube kanalda shu uyg'urcha Android telefonga app yasash darslik bor. Shu darsliklarni ko'rsangiz bo'ldi. Buni qilish uchun YouTube kompyuter va turmushningki shu YouTube kanal kirdik. Qarayolamiz, bu yerda nurg'un darsliklar bor. Bu yerdan playlistga kiramiz. Playlist kirib, playlistdan biz shu Android app yasash darsligini izlab topamiz. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda Android yanfoniga munosabatli darsliklar bor ekan. Bu yerdan Android app yasashnikini topaylik. Qaraydigan bo'lsak, mana app etish darsi, Android app etish darsligida 47 darslik bir darslik bor ekan. Bu shu Zerak elektron fan texnikasi cheklanish shirkati tarafidan ishlangan darsliklar ekan. Qaraydigan bo'lsak, 47 darslikdan qismdan tarkib topgan ekan. Buningda shu Androidga oid detallar, bilimlar hammasi
hammasi so'zlab o'tilgankan. Sizlar mushu darslikni ko'rish orqali o'sha Android telefonga qanday app yasashni mishadan o'rganib o'tsanglar bo'ldi. Bugungi darsimiz mishankagacha bo'lsin. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.